Gemoroy operatsiyaga shoshilmang. Muammo siz o'ylagandan chuqurroq. Ko'pchilik orasida gemoroy bu faqat ko'p o'tiradigan haydovchi yoki ofis xodimlarining kasalligi degan yanglish fikr bor. Shuning uchun ham ko'pchilik darrov jarrohlik amaliyoti orqali undan tezroq qutulishni xohlaydi. Ammo shoshilmang. Gemoroy bu shunchaki paydo bo'lib qolgan ortiqcha go'sht emas. Bu butun organizmdagi tizimli buzilishning belgisidir. Gemoroy kelib chiqishiga quyidagi ichki omillar sabab bo'ladi. Surunkali ich qotish to'g'ri ichak tomirlariga doimiy yuqori bosim beradi. Agar jigar toksinlar va noto'g'ri ovqatlanish sababli zo'riqib ishlasa, kichik tos a'zolarida qon aylanish sekinlashadi va dimlanadi. Organizmda kollagen, C vitamini yetishmasligi tufayli vena tomirlari o'z elastikligini yo'qotadi. Jarrohlik amaliyoti bu muammoning ildizi emas, faqatgina natijasini olib tashlaydi. Agar tanadagi qon aylanish, jigar ishi va ovqat hazm qilish tizimini tartibga solinmasa, mahalliy davolashdan keyin ham kasallik yana qayta boshlanishi hech gap emas. Nima qilish kerak? Ratsionda kletchatka va yetarlicha toza suv bo'lishi shart. Tomirlarni ichkaridan mustahkamlash, tabiiy mahsulotlar, o'tlar va venotoniklar yordamida tomir devorlarini tiklang. Hatto oddiy piyoda yurish ham kichik tos a'zolaridagi qon dimlanishini haydaydi. Siz bu muammoga duch kelganmisiz? Fikrlaringizni izohda qoldiring yoki savollaringizni yozib qoldiring.